Xo'p, do'stlar, bu ko'rib turganlaring irga ko'chatimiz. Hozirda mana hosillari rosa pishgan payti. O'ta serhosil o'simlik hisoblanadi. Har bitta shoxlarida mana ko'ryapsizlar, mevalari bor. Hamma tomondan ko'rsatamiz. Bu o'simligimiz ham butasimon o'simliklar oilasiga kiradi. Sovuqqa, issiqqa, kasalliklarga chidamli. Bo'yi 2,5-3 metrdan katta bo'lmaydi, joy tanlamaydi. Quyoshli, suvli joy bo'lsa, bu o'simligimiz uchun yetarli bo'ladi. Ko'pchilik buni golubika bilan adashtirib yuborishyapti. Do'stlar, bu golubika emas, irga o'simligi hisoblanadi. Golubika joy tanlaydi, tuproq tanlaydi, nordon muhitlarda yaxshi rivojlanadi. Irgaga bo'lsa, mana shunaqa quyoshli, suvli joy yaratib berilsa, ko'klab hosillarni beraveradi. Mevalari ham mazasi o'ta shirin, foydali hisoblanadi. Bu irga mevalari qondagi gemoglobin miqdorini oshirishga yordam beradi. Ko'zni ko'rish qobiliyatini yaxshilaydi. C vitaminiga o'ta boy meva hisoblanadi, do'stlar. Mana ko'ryapsizlar. Rosa pishgan buni mevalari. Ko'chatlaridan bor. Kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, do'stlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Qo'qon shahrida. Telefon raqamimiz 99 kodi bilan 74040. Kanalimizni kuzatib borsalaring, mana shunaqangi noyob o'simliklarni obzorlarini joylab boramiz. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.